Mana shuncha kosmetika Koreyadan keldi. Odam ham shuncha qizini yaxshi ko'radimi? Koreyadan ota-onam jo'natgan narsalarni raspakovka birinchi qismi narsalar ko'p bo'lgani uchun ikkita qism qilishimga to'g'ri keldi. Birinchi korobkada opamda jiyanlarimni, mani narsalarim, ikkinchi korobkada esa ukamni narsalari. Ko'rib turganingiz detskiy narsalarning hammasi jiyanlarimga ketadi, ya'ni opamni bolalariga. Esingizda bo'lsa, ota-onam o'tgan yili ham bir dunyo narsalar jo'natib yuborganida, lekin ularning ichida faqat shirinliklar edi. Men homilador edim o'sha payt va toksikosim faqat shirinliklarga bo'lgani uchun ayam shirinliklar jo'natib yuborishgan. Kadr ortida har doimgidek bolajonim bilan erim. Bu narsalarni kichkinaligiga qaraganda qizim uchun jo'natilgan. Pachka naskilar, biza buni 1 yil kelsak kerak menimcha. Xullas, bu safar onamga shirinliklar jo'natmay, axir men diyetadan ko'rdim. Shuning uchun men uchun faqat kosmetikalar jo'natgan jiyanlarimga kiyim-kechaklar. Originalniy AirPods ekan. Odam ham shuncha kuyovni yaxshi ko'radimi? Kuyovni shunchalik ham yaxshi ko'radim. Tug'ilgan kuniga originalniy AirPods nechi. Mana ota-onamchalik kuyovini o'zini o'g'lidek yaxshi ko'radigan odam bo'lmasa kerak. Kamda korobkasini ham ochishga o'tib ketdim. O'zi aslida ochmay, men bilan birgalikda ochasiz deganda ukam ishtaligi uchun ochib yubordim-da. Kechirasan, uka, lekin narsalaringga teginmadi. Har safar dadam bilan gaplashganimda kuyovlarini maqtaydilar. Kuyovimni hurmat qilgan, xafa qilmagan deb gapiradilar. Mani-chi desam, yo'q, kuyovim yaxshi, seni xafa qilmaydilar deb xuddi o'zini o'g'liga ishongandek ishonadi-da. Ayam o'g'illariga nima olishni biladi. Mana shu Microsoft'ni o'g'irlab qo'ymoqchi edim, lekin menga ancha kattaroq qildi. Ukam korobkamni ochibdi deb o'ylamasin deb hech narsa bo'lmagan narsalarni taxlab, yana sochilib qo'ydi. Qizlarjonlar, shu joyda raspakovkamizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismini albatta postga joylashtiraman. Ikkinchi qismida faqat uxodivik kosmetikalar bo'ladi. Ikkinchi qism kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring.